Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Iqtisodiyot nazariyasi fanidan ikkinchi semestr 9-mavzuyimiz pul kredit tizimi, banklar va ularning bozor iqtisodiyotidagi roli mavzusi bo'yicha ma'ruza mashg'ulotlarimizni o'tkazamiz. Ma'ruza mashg'ulotlarimizni quyidagi reja asosida olib boramiz. Dastlab pul muomalasi va uning amal qilish qonuniyatlari, inflyatsiya, uning mohiyati va turlari, kreditning mohiyati, manbalari va vazifalari va bank tizimi, markaziy va tijorat banklari hamda ularning vazifalari rejalari asosida mavzuyimizni yoritib boramiz. Pul muomalasi bu pulning o'z vazifalarini bajarish jarayonidagi to'xtovsiz harakati hisoblanadi. Mamlakatda pul muomalasi qonuniy va mutanosib ravishda tashkil qilishda qo'llaniladigan uslublar majmuasi bu pul tizimini tashkil etadi. Uni tashkil qiluvchi asosiy unsurlar bu milliy pul birligi, so'm, dollar, yena, funt sterling, marka, dinor yoki boshqa turli xil ko'rinishdagi pul valyuta birliklari bo'lishi mumkin. Bunda o'sha naqd pul muomalasida qonuniy to'lov vositasi sifatida amal qiluvchi qog'oz, tanga va kredit pullar tizimi bo'lishi mumkin. Va shuningdek pul emissiyasi, ya'ni belgilangan qonuniy tartibda pulni muomalaga chiqarish tizimi bo'ladi va pul muomalasini tartibga soluvchi davlat idoralarining mavjudligi bu pul tizimini tashkil etishning asosiy unsurlari hisoblanadi. Pul agregati bu pulning barcha turlari bo'lib, u quyidagilardan, ya'ni naqd pullar va naqdsiz pullardan iborat. Naqd pullar bu bank biletlari va metall tangalari bo'lishi mumkin. Naqdsiz pullar cheklar, kredit kartochkalari, veksellar, to'lov talabnomalari va boshqa turli xil ko'rinishdagi qimmatli qog'ozlar hisoblanishi mumkin ekan. Umumiy ma'noda 4 ta pul agregatlari mavjud: M0, M1, M2 va M3. M0 bu muomaladagi naqd qog'oz va metall pullar hisoblansa, M1 agregati o'z ichiga M0 agregati va aholining joriy hisob raqamlaridagi pul qoldiqlari, korxonalarning hisob varaqidagi pul mablag'lari, banklardagi talab qilib olish mumkin bo'lgan pul omonatlarini o'z ichiga olsa, M2 agregati M1 agregati bilan birgalikda tijorat banklaridagi muddatli omonatlar va jamg'arma hisob varaqidagi pullar, ixtisoslashtirilgan moliyaviy muassasalardagi depozitlar va boshqa aktivlarni o'z ichiga olsa, M3 agregati M2 agregati bilan birgalikda bank sertifikatlari, aniq maqsadli zaryom obligatsiyalari, davlat zaryom obligatsiyalari va xazina majburiyatlarini o'z ichiga qamrab oladi. Pul muomalasi qonuni bu boshqa sharoitlar o'zgarmay qolganda, muayyan davrda muomala uchun zarur bo'lgan pul miqdori sotishga chiqariladigan tovarlar narxi summasiga to'g'ri mutanosib, pulning aylanish tezligiga bo'lsa teskari mutanosiblikda o'zgarishini aks ettiruvchi qonuniyat hisoblanadi. Muomala uchun zarur bo'lgan pul miqdorini aniqlash formulasi quyida keltirilyapti. Bunda o'sha muayyan davrda muomalaga zarur bo'lgan pul miqdorini aniqlash uchun sotilishi lozim bo'lgan tovarlar summasi, kreditga sotilgan tovarlar summasi, to'lash muddati kelgan tovarlar va xizmatlar hamda boshqa to'lovlar summasi, o'z o'sha naqd pulsiz o'zaro hisob-kitoblar va pulning aylanish tezligi yordamida biz o'sha bu davrdagi zarur bo'lgan pul miqdorini aniqlashimiz mumkin bo'ladi quyidagi formula yordamida. Inflyatsiya tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu pul muomalasi qonunlari buzilishi natijasida qog'oz pullarning mamlakatda yaratilayotgan tovar va xizmatlarga nisbatan ortib ketish jarayoni tushuniladi. Buni inflyatsiya natijasida pulning qadrsizlanishi yuz beradi, ya'ni tovar va xizmatlarga nisbatan pul o'z qadrini yo'qotib boradi, pulning narxi tushib boradi. Va bu inflyatsiya sur'atini aniqlashni, demak, formulasi keltirilyapti. Bu yerda o'sha joriy davrdagi iste'mol tovarlar narxi indeksidan bazis davrdagi iste'mol tovarlar narxi indeksini ayirib, bazis davrdagi iste'mol tovarlar narxi indeksiga bo'lib, 100 ga ko'paytirish orqali biz inflyatsiya sur'atini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Inflyatsiyaning asosiy turlari bu yerda talab inflyatsiyasi, taklif inflyatsiyasi, o'rmalovchi inflyatsiya, jadal inflyatsiya, giperinflyatsiya, kutilayotgan va kutilmagan inflyatsiya bo'lishi mumkin. Talab inflyatsiyasi bu yalpi talab ortiqchaligi natijasida yuzaga keladigan inflyatsiya hisoblansa, taklif inflyatsiyasi teskarisi yalpi taklif qisqarishi natijasida yuzaga keladigan inflyatsiya hisoblanadi. O'rmalovchi inflyatsiya bu narxlar yiliga 10% gacha o'sadigan inflyatsiya, jadal yoki mo'tadil inflyatsiya narxlar yiliga 20% dan 200% gacha o'sadigan inflyatsiya bo'lishi mumkin. Giperinflyatsiya bo'lsa, narxlar yiliga 200% dan yuqori darajada o'sadigan inflyatsiya bo'lishi mumkin. Kutilayotgan inflyatsiya bu oldindan bashorat qilish mumkin bo'lgan inflyatsiya bo'lsa, kutilmagan inflyatsiya oldindan aytib bo'lmaydigan inflyatsiya hisoblanadi.
Inflyatsiyani keltirib chiqarish sabablari bu keragidan ortiq pul emissiyasi qilinishi, ya'ni muomalaga keragidan ortiq pul chiqib ketishi natijasida inflyatsiya bo'lishi mumkin. Pul xarid qobiliyatining pasayishi natijasida, davlat byudjeti taqchilligi natijasida, kreditning haddan tashqari ortib ketishi natijasida, ishlab chiqarish jarayonida nomutanosibliklarning paydo bo'lishi va bozordagi tovarlar taqchilligi natijasida inflyatsiya kelib chiqishi mumkin ekan. Inflyatsiyani ta'siri bu ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri bu yerda o'sha aholiga bo'lishi mumkin. Aholi jamg'armalarining qadrsizlanishi, qarz bergan yutqazib, olgan yutishi yoki ishsizlikning ko'payishi, spekulyatsiyaning rivojlanib ketishiga olib kelsa, iqtisodiyotga bo'lsa to'g'ridan-to'g'ri tarmoqlararo mutanosiblik buzilishi, pul ishlab chiqarish sohasidagi muomalaga pul ishlab chiqarish sohasidan muomala sohasiga o'tishi, iste'mol va jamg'arma nisbati buzilib ketishi, bank tizimiga ta'siri bo'lsa, tovarlarni kreditga sotishni yo'qotilishi, bank imkoniyatlari qadrsizlanishi, foizlar darajasi o'sishi, aholi omonatlarining jalb etish qiyinlashib borishi bu inflyatsiyani asosiy oqibatlari hisoblanadi. Inflyatsiyani oldini olishni, demak, asosiy usullarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu ishlab chiqarishni jonlantirish, ya'ni soliqdan imtiyozlar berish, imtiyozli kreditlar ajratish, yangi ochilgan korxonalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash orqali, demak, inflyatsiyani ishlab chiqarish jihatdan oldini olishimiz mumkin va pul massasini ortishini cheklash yordamida, ya'ni pul daromadlarini, haqqa, pensiya va boshqa turli xil to'lov tizimlarini nazorat qilish, depozitlarning foiz stavkasini oshirish, pul emissiyasini cheklash, pulning bankdan tashqari harakat qilishiga yo'l qo'ymaslik orqali inflyatsiyani demak oldini olish mumkin ekan. Pul muomalasini barqarorlashtirish usullari sifatida bu nullifikatsiya, revalvatsiya va devalvatsiyalarni keltirishimiz mumkin. Bunda nullifikatsiya bu eski qadrsizlangan pullardan batamom voz kechib, muomalaga yangi pullar kiritilish jarayoni bo'lsa, revalvatsiya bu milliy valyuta kursi rasmiy oshirilishi, ya'ni misol uchun $1 $1,700 teng bo'lsa, revalvatsiyadan keyin bu $1 $1,000 teng bo'lishi mumkin. Bunda o'sha eksport pasayib, import oshib ketadi. Devalvatsiya teskarisi, bunda o'sha milliy valyuta kursi rasmiy pasaytiriladi. Ya'ni masalan, $1 $1,700 bo'lsa, devalvatsiyadan keyin $1 $2,500 bo'lib qolishi mumkin. Bunda import pasayib, eksport oshib ketishi yuz beradi buning natijasida. Kredit tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu bo'sh turgan pul mablag'larini ssuda fondi shaklida to'plash va ularni pulga muhtoj bo'lgan huquqiy, yuridik va jismoniy shaxslarga ishlab chiqarish va boshqa ehtiyojlar uchun ma'lum muddatga foiz to'lovlari bilan qaytarish shartida qarzga berish munosabati hisoblanadi. Kreditning manbalari sifatida korxonalarning amortizatsiya ajratmalari, mahsulot sotishdan olingan pul tushumlari, korxonalarning ishlab chiqarish, fan va texnikani rivojlantirish fondlari, moddiy rag'batlantirish fondlari, korxonalar foydasi, bankdagi byudjet muassasalari, kasaba uyushmalari va boshqa ijtimoiy tashkilotlarning joriy pul resurslari, aholining bo'sh pul mablag'lari kreditning asosiy manbalari hisoblanishi mumkin. Kreditning asosiy vazifasi sifatida biz demak qayta taqsimlash, pulga tenglashtirilgan to'lov vositalari, veksel, chek sertifikati va boshqa bir qancha turdagi qimmatbaho qog'ozlar yuzaga chiqarib, ularni xo'jalik amaliyotiga joriy etish vazifasini, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, nazorat qilish, iqtisodiyotni tartibga solish va bo'sh turgan pul mablag'larini kapitalga aylantirish vazifalarini keltirishimiz mumkin ekan. Kreditning turlariga to'xtaladigan bo'lsak, bank krediti bu tijorat krediti, ipoteka, iste'mol krediti bo'lishi mumkin. Bu yerda o'sha davlat tomonidan ajratilishi mumkin kredit resurslari, xalqaro kredit tashkilotlari tomonidan ajratilishi mumkin, faktoring tashkilotlari tomonidan yoki lizing tashkilotlari tomonidan kredit resurslari ajratilishi, manbalari ajratilishi mumkin ekan. Kredit berish tamoyillari bu yerda o'sha birinchi navbatda maqsadliligi, qaytarilish sharti, ta'minlanganligi va to'lovlilik layoqatiga ega bo'lishi bu kredit berishning eng asosiy tamoyillari hisoblanadi. Bank tizimiga to'xtaladigan bo'lsak, bu o'sha pul mablag'larini to'plash, joylashtirish va ularning harakatini tartibga solish bilan shug'ullanuvchi iqtisodiy muassasa bu bank hisoblanadi. Mamlakatimizda o'sha O'zbekiston bank tizimi ikkita markaziy va tijorat banki tizimidan iborat. Bu yerda o'sha markaziy bank umumiy bank tizimi faoliyatini tartibga solsa, tijorat banklari turli xil bank operatsiyalarini amalga oshirishi jismoniy va yuridik shaxslar bilan
kredit berishi, depozit operatsiyalarini amalga oshirishi va boshqa turli xil pul bilan bog'liq operatsiyalarni amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Markaziy bankning asosiy vazifalariga to'xtaladigan bo'lsak, boshqa bank muassasalarining majburiy zaxiralarini tasdiqlaydi va o'zida saqlaydi. Banklararo hisob-kitoblarni amalga oshiradi va ularga kreditlar beradi. Davlatning monetar siyosatini amalga oshiradi. Barcha banklar faoliyatini uyg'unlashtiradi va ular ustidan nazoratni amalga oshiradi. Xalqaro valyuta bozorlarida milliy valyutalarni ayirboshlash, pul taklifi ustidan nazorat qilish mas'uliyatini oladi va milliy valyutani muomalaga chiqarib turadi. Tijorat banklarining asosiy vazifalari vaqtincha bo'sh turgan pul mablag'larini yig'ish va kapitalga aylantirish, kredit munosabatlarida vositachilik qilish, to'lov jarayonlarida vositachilik qilish, muomalaga kredit vositalarini chiqarish bilan shug'ullanishi mumkin ekan. O'zbekistonda tijorat banklarining turlari bu davlat banklari, aksiyadorlik tijorat banklari, xususiy banklar, xorijiy kapital ishtirokidagi banklar bo'lishi mumkin. Demak, shular asosiy faoliyat bilan shug'ullanadi. Tijorat banklarini daromadlari bu foizli daromadlar bo'lishi mumkin. Obligatsiyalardan olinadigan daromad va kreditlardan olinadigan daromad. Foizsiz daromadlar pul o'tkazmalaridan, konsalting xizmatlari uchun to'lovlar, chet el valyutasidan daromad, tijorat operatsiyalaridan daromad va shu kabilarga bo'linishi mumkin ekan. Tijorat banklarining xarajatlari bo'lib, foizli xarajatlar, barcha depozitlar bo'yicha to'lovlar, foizsiz xarajatlar, inkassatsiya xarajatlari, valyuta oldi-sotdisidagi xarajatlar, bino inshootlari uchun xarajatlar, xizmat safari xarajatlari bo'lsa, operatsion xarajatlar bu ijara to'lovi, transport, aloqa va shu kabi ijtimoiy yoki infratuzilma xarajatlari, ma'muriy xarajatlar va rag'batlantirish xarajatlari, amortizatsiya ajratmalari va soliqlar kabi va boshqa turli xil xarajatlar bo'lishi mumkin ekan. Shuning bilan bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu mavzu yuzasidan savollaringiz va fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, quyidagi keltirilgan elektron pochta manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.